Hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz har bir nafaqaxo'r, har bir keksa kishi, hatto ularning yaqinlari uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Bugun men sizga nafaqaxo'rlar uchun javobgarlikning kuchaytirilishi degan jiddiy mavzu haqida so'zlab beraman. Bu mavzu sizning pensiyangizga, ijtimoiy himoyangizga va moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, videoga like bosing. Bu ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi uchun muhimdir. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Oldinlari pensiya tizimida ma'lum bir soddalik mavjud edi. Ba'zi o'zgarishlar, masalan, ishga kirish yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlar haqida hisobot berish jarayoni biroz kam nazorat qilinardi. Albatta qonun-qoidalar doim bo'lgan, ammo ularning bajarilishini nazorat qilish mexanizmlari unchalik mukammal emasdi. Ko'p hollarda ijtimoiy ta'minot idoralari pensionerlarning halolligiga ishonishar edi. Ba'zan agar xato tufayli ortiqcha pul to'langan bo'lsa, bu holatlar aksariyat hollarda faqat ortiqcha to'langan summani qaytarish talabi bilan yakun topardi. Jarimalar yoki jiddiyroq javobgarliklar kamdan kam qo'llanilardi, ayniqsa agar bu qasddan qilingan harakat emas, balki oddiy xato bo'lsa. Tizim ko'proq ishonchga asoslangan edi va nazorat qilish vositalari hozirgidek raqamlashtirilmagan edi. Bugun esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlat pensiya fondining barqarorligini ta'minlash, mablag'larning maqsadli ishlatilishini nazorat qilish va noqonuniy harakatlarning oldini olish maqsadida javobgarlikni kuchaytirish yo'lini tanladi. Raqamlashtirish jarayonlari, ma'lumotlar bazalarining integratsiyalashuvi va avtomatlashtirilgan tekshiruvlar joriy etilmoqda. Endi turli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi juda tez va shaffof bo'lib bormoqda. Masalan, pensiya jamg'armasi endi soliq idoralari, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, FADDga organlari va boshqa tegishli tashkilotlar bilan uzluksiz ma'lumot almashinuvini amalga oshiradi. Bu esa har qanday o'zgarishni, hatto mayda tuyulganini ham tezda aniqlash imkonini beradi. Eng asosiysi shundaki, endilikda pensionerlar tomonidan qonunbuzarlik aniqlansa, bu nafaqat ortiqcha to'langan pulni qaytarish bilan cheklanib qolmaydi. Endi jarimalar, ma'muriy javobgarlik va hatto jinoiy javobgarlik ham qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, agar qasddan yashirilgan ma'lumotlar yoki firibgarlik holatlari aniqlansa. Bu o'zgarishlar pensiya tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, har bir fuqaro o'z huquq va majburiyatlarini bilishi shart degan tamoyilni mustahkamlaydi. Birinchi asosiy qism nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga bu narsalar ta'sir qilmaydi? Keling, bu mavzuni batafsil tahlil qilamiz. Siz nimani bilishingiz kerak? Siz birinchi navbatda pensiya turiga qarab, qaysi hollarda ijtimoiy ta'minot idoralariga ma'lumot berishingiz shartligini bilishingiz kerak. Bu eng muhim nuqta. Bilasizki, pensiyalar bir necha turga bo'linadi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Har birining o'ziga xos shartlari va talablari bor. Bu shartlar o'zgarganda siz zudlik bilan tegishli idorani xabardor qilishingiz shart. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda, agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va biror sababga ko'ra pensiya olish shartlaringiz o'zgargan bo'lsa, xavotir olishingiz kerak. Masalan, bir ishga joylashish. Agar siz yoshga doir pensiya olib ishlamagan bo'lsangiz va endi rasmiy ravishda ishga joylashgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Ba'zi pensiya turlari uchun ish haqi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz ishga kirganingizni yashirsangiz va pensiyani to'g'ri bo'lmagan miqdorda olishda davom etsangiz, bu ortiqcha to'lovga olib keladi. Masalan, 65 yoshli Murod aka erta yoshga doir pensiya olar edi. U pensiya yoshiga yetganda pensiyasi ish stajiga qarab qayta hisoblangan va u ishlamasdan pensiya olardi. Keyin u oyga 2500 so'm maosh bilan bog'bon bo'lib ishga kirdi. Murod aka bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 6 oy o'tgach, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalardagi avtomatik tekshiruvlar orqali Murod akaning rasmiy ishga joylashganini aniqladi. Natijada Murod akaga 6 oy davomida jami 1000 so'm ortiqcha pensiya to'langanligi aniqlandi. Har oyda 500 so'mdan. Endilikda bu summani qaytarishdan tashqari unga ma'muriy jarima ham qo'llanilishi mumkin, chunki u ma'lumotni yashirgan. Agar bu holat uzoq muddat davom etsa va ortiqcha to'lov katta miqdorni tashkil etsa, masalan, bir necha 10 million so'm
hatto jinoiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. 2. Nogironlik guruhi o'zgarishi yoki sog'liq holatining yaxshilanishi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish majburiyati bor. Agar sizning sog'lig'ingiz yaxshilangan bo'lsa va bu tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TME xulosasi bilan tasdiqlansa, nogironlik guruhining o'zgarishi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar siz ushbu o'zgarishlarni yashirsangiz yoki navbatdagi ko'rikdan o'tmasangiz, bu ham ortiqcha to'lovga olib kelishi mumkin. Masalan, 25 yoshli Gulnora OPA 2 guruh nogironligi uchun pensiya olardi. U har 2 yilda TMMdan qayta ko'rikdan o'tish kerak edi. Oxirgi ko'rikda uning sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilangani va unga 3 guruh nogironligi berilishi aniqlandi. Bu esa pensiya miqdorining kamayishiga olib kelardi. Gulnora OPA bu xulosani pensiya jamg'armasiga taqdim etishni ataylab kechiktirdi. Uning pensiyasi dastlabki miqdorda yana 3 oy davomida to'landi. Keyinchalik pensiya jamg'armasi TMEK ma'lumotlariga asosan o'zgarishni aniqladi. Gulnora OPAga 3 oy uchun to'langan ortiqcha 1200 ming so'm, oyga 400 ming so'mdan qaytarish majburiyati yuklatildi va ma'lumotni o'z vaqtida taqdim etmagani uchun unga nisbatan ma'muriy chora ko'rilishi mumkin. 3. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun o'zgarishlar. Agar siz vafot etgan boquvchining oila a'zosi sifatida pensiya olayotgan bo'lsangiz va sizning shaxsingiz yoki oilaviy holatingizda o'zgarishlar bo'lsa, masalan, turmushga chiqish, ishlashga kirish, bola 16 yoki 19 yoshga to'lishi va hokazo, bu haqda xabar berishingiz shart. Masalan, marhum otasining pensiyasini olib kelgan 19 yoshli Dilshod kollejini tugatib ishga kirdi. Lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Qonunchilikka ko'ra, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi odatda 18 yoshgacha yoki o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa 23 yoshgacha to'lanadi, ammo ishga kirgan taqdirda pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Dilshodning ishga kirganini pensiya jamg'armasi bir necha oydan keyin aniqladi. Bu muddat davomida unga jami 2800 ming so'm ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, u bu pulni qaytarishi va ehtimol jarima to'lashi kerak bo'ladi. 4. Vafot etgan pensioner nomiga pensiya olishni davom ettirish. Bu eng jiddiy qoidabuzarliklardan biridir. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning yaqinlari darhol pensiya jamg'armasiga xabar berishlari shart. Aks holda vafot etgan shaxs nomiga olingan har qanday pul firibgarlik deb baholanadi va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Masalan, 28 yoshli Xoliq bobo vafot etdi. Uning o'g'li Sarvar otasining o'limini pensiya jamg'armasiga xabar bermadi va Xoliq boboning pensiya kartasidan yana 4 oy davomida har oyda 1.500.000 so'mdan jami 6.000 so'm pulni yechib oldi. Bu holat fadaiy organlardan olingan ma'lumotlar orqali aniqlanganda Sarvarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. U nafaqat barcha ortiqcha olingan pulni qaytarishga majbur bo'ldi, balki jinoiy javobgarlikka ham tortildi. Kimga xavotir olish shart emas. Agar siz halol va mas'uliyatli fuqaro bo'lsangiz, barcha qonuniy talablarga rioya qilsangiz va har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bersangiz, sizga xavotir olishning mutlaqo keragi yo'q. Bu qoidalar tizimdagi shaffoflikni oshirish va mablag'larning to'g'ri taqsimlanishini ta'minlash uchun joriy qilingan. Asosiy maqsad qoidabuzarliklarning oldini olish va noqonuniy yo'l bilan pul o'zlashtirishni to'xtatish. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu masalada ham istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ular haqida bilish sizni ko'plab muammolardan himoya qilishi mumkin. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bu eng muhim nuanslardan biri. Ba'zida pensionerlar men bu qonundan bexabar edim, menga hech kim aytmadi, men bu haqda eshitmaganman kabi bahonalar bilan o'zini oqlashga urinadilar. Ammo amaldagi qonunchilikka ko'ra qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Har bir fuqaro o'zi yashaydigan davlatning qonunlariga rioya qilishga majbur va ularni bilishi kerak. Shuning uchun pensiya to'lovlari bilan bog'liq har qanday o'zgarish yoki savol tug'ilganda o'z vaqtida tegishli idoralarga murojaat qilish juda muhim. Qasddan yashirish va tasodifiy xato o'rtasidagi farq. Javobgarlik darajasi aynan mana shu nuqtada farq qiladi. Agar ortiqcha to'lov pensiya jamg'armasining o'z xatosi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa va pensioner bu xato haqida xabar bermagan bo'lsa, ammo uni qasddan yashirganligi isbotlanmasa, odatda faqat ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab etiladi.
Ba'zi hollarda agar bu xato pensiya jamg'armasi aybi bilan yuz bergan va pensionerning xabardorligi bo'lmagan holda davom etgan bo'lsa, qaytarish talabi ham qo'yilmasligi mumkin. Ammo bu kamdan kam holatlarda uchraydi va har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Ammo agar pensioner ma'lumotlarni qasddan yashirgan yoki firibgarlik yo'li bilan ortiqcha mablag' olganligi aniqlansa, bu holatda ma'muriy jarimalar va jinoiy javobgarlik belgilanishi mumkin. Bu masalan ishga kirganni qasddan yashirish, vafot etgan shaxs nomiga pensiya olishini davom ettirish kabi holatlarda yuz beradi. Davom muddati. Ortiqcha to'langan pensiya summasini undirish uchun davom muddati mavjudmi? Odatda. Ortiqcha to'lov qasddan qilingan firibgarlik yoki ma'lumotlarni yashirish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, davom muddati uzoqroq bo'lishi yoki umuman cheklanmagan bo'lishi mumkin. Tasodifiy xato natijasida yuzaga kelgan ortiqcha to'lovlarni qaytarish bo'yicha esa ma'lum cheklovlar bo'lishi mumkin. Biroq pensiya jamg'armasi qoidalariga muvofiq ortiqcha to'langan pensiya summasini istalgan vaqtda agar uning noto'g'ri to'langanligi aniqlansa, undirish huquqiga ega. Shuning uchun bir necha yil oldin bo'lgan xato ham bugun aniqlanishi va muammolarga olib kelishi mumkin. 4. Vakil orqali pensiya olish. Ba'zi hollarda pensioner kasalligi yoki boshqa sabablarga ko'ra pensiyani shaxsan ola olmasligi mumkin. Bunday holatlarda vakil orqali, masalan, ishonchnoma asosida pensiya olinadi. Bu yerda ham jiddiy xavflar yashiringan. Agar pensioner vafot etsa va uning vakili bu haqda xabar bermasdan pensiyani olishda davom etsa, javobgarlik bevosita vakilga yuklanadi. Bu ham firibgarlik hisoblanadi va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shuning uchun vakillik asosida pensiya oluvchilar 2 barobar mas'uliyatli bo'lishlari kerak. Vakilning vazifasi faqat pulni olish emas, balki pensionerning holatidagi har qanday o'zgarishlar haqida ham o'z vaqtida xabar berishdir. 5. Ijtimoiy himoyaning boshqa turlari. Pensiya to'lovlaridan tashqari boshqa ijtimoiy yordamlar va nafaqalar ham mavjud. Ularning olish shartlari ham o'zgarishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar yoki moddiy yordam. Agar siz ushbu yordamlarni olib turgan bo'lsangiz va sizning moliyaviy holatingiz yaxshilangan bo'lsa, masalan, ishga kirish, katta miqdordagi meros olish, bu vaqtda ham tegishli ijtimoiy himoya idoralariga xabar berishingiz kerak. Aks holda bu ham ortiqcha to'lov va javobgarlikka olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasining xatosi. Agar ortiqcha to'lov bevosita pensiya jamg'armasi xodimi hisob-kitobda xato qilganligi sababli yuzaga kelgan bo'lsa, bu holatda pensionerning javobgarligi kamayadi. Biroq qonun bo'yicha fuqaro har qanday noto'g'ri to'lov haqida xabar berishga majbur. Agar sizga odatdagidan ko'proq pensiya to'lansa va siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasangiz, hatto bu ularning xatosi bo'lsa ham, siz ma'lumotni yashirganlikda ayblanishingiz mumkin. Shuning uchun pensiya miqdorini doimiy nazorat qilib borish va har qanday g'ayrioddiy o'zgarishlar haqida darhol so'rab surishtirish muhimdir. Praktik tavsiyalar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Amaliy tavsiyalar. Siz qanday qadamlar qo'yishingiz va qayerga murojaat qilishingiz kerak? Pensiya to'lovlaringizni muntazam ravishda tekshiring. Har oy pensiya kartangizga qancha pul kelayotganini tekshirib boring. Pensiya miqdori kutilmaganda oshganini sezsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va sababini aniqlang. Bu pensiya jamg'armasining xatosi bo'lsa ham keyinchalik sizga muammo tug'dirmasligi uchun muhimdir. 2. Har qanday o'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Bu eng muhim qadam. Agar sizning pensiya olish shartlaringizga ta'sir qiluvchi quyidagi o'zgarishlar ro'y bersa, 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ishga joylashish yoki ishdan bo'shash pensiyangiz miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Doimiy yashash joyingizni o'zgartirish. Nogironlik guruhingizning o'zgarishi yoki sog'lig'ingizning yaxshilanishi. Agar nogironlik pensiyasi olsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tamik xulosasi bilan o'zgarishlar bo'lsa, zudlik bilan xabar bering. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun oilaviy holatning o'zgarishi, masalan, turmush qurish, ta'lim muassasasini tugatish, 16 yoki 10 yoshga to'lish, pensionerning vafot etishi. Bu eng jiddiy holat. Pensioner vafot etsa, uning yaqinlari oilasi zudlik bilan pensiya jamg'armasiga xabar berishlari shart. O'lim haqidagi guvohnomani taqdim etish zarur. Aks holda olingan har bir so'm firibgarlik hisoblanadi. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak.
Bu joylarda mutaxassislar sizning savollaringizga javob beradi va kerakli ma'lumotlarni qabul qiladi. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali ham ko'plab xizmatlarni amalga oshirish mumkin. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalar bo'yicha ham ularga murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti va ishonch telefonlari orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Qaysi hujjatlarni to'plash va nima yozish kerak? Arizangiz har qanday o'zgarish haqida yozma ariza yozing. Arizada o'zgarishning mohiyatini aniq ko'rsating. Masalan, 2024 yil 20 oydan boshlab ishga joylashganligimni ma'lum qilaman yoki 24 yil 20 aprelda turmushga chiqqanligimni ma'lum qilaman. Pasport nusxasi. O'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar. Ishga kirgan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi nusxasi buyruq talab etilsa, nogironlik guruhining o'zgarishi, TMEK xulosasining nusxasi vafot etgan shaxs haqida, o'lim haqidagi guvohnomaning asl nusxasi va nusxasi, boshqa o'zgarishlar, o'zgarishga tegishli bo'lgan har qanday tasdiqlovchi hujjat, nikoh guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma va hokazo. Barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Arizaning qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni oldini olish uchun juda muhimdir. 5. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi sizga ortiqcha to'langan pulni qaytarish haqida rasmiy xat yuboradi. Bu xatni olganingizdan so'ng darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Vaziyatni aniqlashtiring va qaytarish shartlarini muhokama qiling. Ba'zi hollarda ortiqcha to'langan summani bir martalik to'lash imkoni bo'lmasa, uni bo'lib oylik pensiyadan ma'lum bir foizini ushlab qolish orqali qoplash mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasi bilan kelishib olishingiz mumkin. Agar siz bu qarorga qo'shilmasangiz, yuqori turuvchi organga, pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasiga shikoyat qilishingiz yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Biroq bunday vaziyatlarda mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz pensionerlar uchun javobgarlikning kuchaytirilishi haqida juda muhim mavzuni muhokama qildik. Ushbu o'zgarishlar sizning pensiyangizni olishda mas'uliyatni oshirishga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy himoya tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Unutmangki, har bir fuqaroning o'z huquq va majburiyatlarini bilishi, qonunlarga rioya qilishi har birimizning manfaatlarimizga xizmat qiladi. Shaffoflik va halollik bu mamlakatimiz farovonligi uchun muhim tamoyillardir. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq har qanday o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar bering. O'zingizni va yaqinlaringizni kutilmagan muammolardan himoya qiling. Sizningcha bu qoidalarning kuchaytirilishi to'g'rimi? Bu sizga qanday ta'sir qiladi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu kabi muhim ma'lumotlar bilan muntazam ravishda bo'lishda davom etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy mas'uliyatli bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha